Hozir o'tdi. Yok. Adam inanır. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu aleykum. Parvardigori olam shu sumalayni solib ehsonlarni qilaylik ilohim. Hammaga yetkazaylik ilohim. Allohu akbar. Endi sumalayni birinchi qilishdan burun avval yaxshi bug'doy olish kerak. Bug'doyni olib, uni olib kelib, yaxshilab yuvib uyitiladi. Sumalak solishdan oldin yaxshi bug'doy tanlay bilish kerak. Bozorlarda, o'sha do'konlarda bug'doy sotiladi, qora bug'doy bo'ladi, donlari toza bo'ladi. O'sha bug'doydan olib kelib, yaxshilab yuviladi. Yuvilib bo'lib uni bir kun suvga uyitiladi. Bir kun suvga uyitilganingizdan keyin ertasi kuni o'sha uyitgan mahalingizda suvini to'kib tashlab turib, sekin chiroyli qilib yayiladi. Kun davomida unga suv sepib turiladi. Ortiqcha ko'p suv sepilmaydi. Vaqti bilan sepib, bir xilda tushish kerak suv. Chunki bu bir xilda unish kerak. Keyin o'sha bir hafta davomida biz endi undirdik, mana shu holatda bo'lish kerak mana. Buni albatta bir chopqa yoki bir o'tkirroq pichoq bilan kesiladi. Tagi mana. Juda chiroyli holatda bo'lish kerak. O'sha bir hafta davomida undiriladi va uni sekin asta mayda bo'laklarga bo'lib kesib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Suvini bir xilda sepilsa, sumalayni ta'mi ham nihoyatda shirin bo'ladi. Mana shu holatda qilib kesib, maydalab idishlarga solamiz. Va buni hidini qarang. Bir ajoyib bahorda hidi kelyapti. Idishlarga solib, maydalab solib, keyin o'sha maxsus bug'doy chiqariladigan joylarga olib borib, maydalab chiqartiriladi buni. Buni tarkibida nihoyatda vitaminlar ko'p. Masalan, bir narsani ichsangiz, unda bitta vitamin bo'lishi mumkin. Lekin bu bug'doyda juda ko'p vitaminlar bor.
bu deydi mana shunaqa qilib o'stiramiz va sekin asta kesamiz o'tkirroq narsa bilan albatta. Rosa tomirlari eng asosiy shirin joyi mana shu tomiri bo'ladi. Mana oppoq bo'lib, tayib zich bo'lib o'nadi. Butun mag'izi, mazasi mana shu yerda bo'ladi, birodarlar. Bu tarixi juda uzun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qizlari Fotima Zahro onamizni bizga meros qilib tashlab ketgan bu eng buyuk taomlardan hisoblanadi. O'g'illari Fotima Zahro onamizni farzandlari Hasan Husan o'g'illari qonilari och qolganlarida tashqariga chiqib daladan bug'doylarni uzib, tomirlarini ko'k joyini kesib, tomirlarini yuvib, ana shundan ozgina un bilan o'sha Hasan Husanlarga taom tayyorlagan ekanlar. Bu narsa Fotima Zahro onamizdan bizga meros bo'lib kelgan. Shu paytgacha mana men o'zimni Hasan Husan farzandlarim bor edi. Kichkinaligidan boshlaganman. Hozir 34 yoshga kirishdi. Shu farzandlarim yoshligidan boshlab qilganman. 34 yildan beriga sumalak solar ekanman. O'ylab qarasam, bu juda ham yaxshi narsa. Mashaqqat, qiyin, lekin uni mazasi bir og'zingizda qoladi. Shu bahona hammaga ulashib, qo'ni-qo'shnilarga ulashib ehson qilamiz. Buni har kim ham daruvda qilib qo'ya qolmaydi. Ancha mashaqqat, mehnati bor. Sumalak degani sermalak degani. Malaklari ko'p. Ser degani ko'p, malak maloiklar. Odamlari ko'p. Chunki bitta ikkita odam o'zi qilolmaydi buni. Ko'pchiliklashib qilinadi.
Hozir 2 kilogramm oyoq quyildi, 20 kilo. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi videomiz sizlar uchun albatta manfaatli bo'ladi. Kimdir sumaliyda qilish bo'yicha qanaqadir maslahatlar so'ramoqchi yoki o'rganmoqchi bo'lsa, shu video orqali yaxshi darsli bo'ladi degan umiddaman. Mana bugungi sumaliyimiz 20 kilo. Ha, 20 kilo, 20 kilo. O'zim onam bo'ladilar. 34 yillik tajribaga ega sumalay qiladigan ayol bo'ladilar. Hozir shu qisqacha shu haqida gapirib bersangiz, qancha retsept ketadi 20 kiloga? 20 kilo bug'doyda undirganimizdan keyin bunga 2 litr yog' quyiladi. 2 litr yog' quyilsa, rosa hamma narsasi joyida bo'ladi. Yog'i ham hali ozroq quysangiz bo'lmaydi. Uni yog'siz bo'lib qolsa, tagiga olib qolishi mumkin. Oldin qozonda qizdirib, 2 litr yog'ni quyiladi va yaxshilab doq qilinadi. Suv ozgina o'tni pasaytiramiz. Undan so'ng bug'doyni suvini qozonga quyamiz. Ozgina sovitib turib. Keyin yog'i davom etaveradi. Bug'doyni chiqarib olib kelib olganimizdan keyin suv quyib olamiz ustiga. Xuddi mana shunaqa qilib suvini quyib, shirasini. Shakar boshqacha. 3 martadan shirasini olib olamiz. O'shanda sumalayimiz yana ham shirin bo'ladi. Olishimga oson. Uni sohasi o'zgardi-yu. Mashinkadan chiqargandan keyin buni olib kelib, suvni quyib, iloji boricha, chunki hozir sovuq. Suvni quyib, sekin-sekin ichidagi mana bug'doyni po'stlog'ini olib ajratib olamiz. Mana shu eng shirin shirasi bo'ladi sumalayda. Iloji boricha, aziz kuzatuvchilar, ana shu shirasida pishirishga harakat qilaveringlar. Chunki bori mazza ana shu shirada bo'ladi. Ko'pchilik shirasini olib qo'yib oxirida qo'yaman deydi. To'g'ri suvni quyib pishirishaveradi. Yo'q, unda bo'lmaydi. Albatta mana shu shirasi bo'lishi kerak. Hozir mana bu suvni siqib olyapmiz. Suvni ajratyapmiz, qozonga quyib, qozonda yog'ni doq qilib qo'yganmiz. Ana shu yog'da un solib, unda ham mijiladi o'shaning ichida. Azizlar, bu sumalay pishirishdan oldin albatta shunaqa chalpaylar pishirilib, bular ham tarqatiladi va oila davrasida iste'mol qilinadi. Buni gashti boshqa. Suzib olamiz. Hali bug'doyni po'stloqlarini olib bo'lganimizdan keyin xuddi mana shunaqa qilib suzib chiqamiz. Birorta qipig'i tushmasligi kerak. Sumalay tiniq chiqishligi uchun. Sumalay tiniq chiqishi uchun, qip-qizil chiroyli bo'lishi uchun qipiqlarini olib tashlaymiz o'sha nimalarni, po'stloqlarni. Bu
37-38 kilo. 40 kilo qilsak ham bo'laveradi. 40 kilo unni chayamiz. 1 kilo bug'doyga 2 kilo un bo'lar ekan. Ha. 1 kilo bug'doyga 2 kilo un bo'lsa, ko'pchilikka tarqatasiz. Mo'l-ko'l bo'ladi, xudo xolasa. Allohim. Butun 70 ming farishta tushib bizga sherik bo'lib pishirsin. Ilohimulloh. Haleluya. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bug'doyni shirasini olib bo'lganimizdan keyin qozonga qo'ydik. Mana iliq holatda qo'limiz so'qatgan yo'q. Mana endi o'sha unni suyuq holatga keltiramiz. Chayib olamiz. Chayib. Mana rosa mana shunaqa qilib ezib suyuq holatga keltiramiz. Shu unni yegizamiz. Yana hali bor, yana olib chiqamiz unlarni ham. Bismillahirrohmanirrohim. Qoch, shapkani kiymayapsiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shiraga unni alohida qilib jomlarda mijishib tayyorlashib olishadi. Biz osonroq bo'lishi uchun tayyor qozonga solib turib, qiyinchilik bo'lmasligi uchun qozonda unda aralashtirib olyapmiz. Bu juda ham osonroq. Qiyinchiligi kamroq bo'ladi. Yaxshi chayladi, tez suyuladi. O'shanda. Vurum yo'q bo'lguncha aralashtirib bo'ladi. Bu mana shu maydalar yo'qolgungacha imkon qadar qo'limizda aralashtirib ezib yoramiz unlarini. Bu ham kamaydi, odamlar haqiqatan nafaqat. Ma'lum boshqa. Yalanki bosh tomonimda men tomonimda. O'tiring. Sumalakni pishishi uni qachon qaynashiga bog'liq. Masalan, sumalak solgan paytingizda 10 da qaynadimi soat, kunduzgi 10 da qaynasa, o'sha 10 ga 9 gacha borish kerak. O'shanda sumalak rosa maromiga yetib pishadi. Kechqurungi 10 gacha. Ha, kechqurungi 10 gacha sumalak rosa qaynab pishib bo'lgandan keyin o'sha oxirgi paytda rosa qo'yilib qoladi. O'shanda vaqillab turgan suvni bir qancha desam bo'ladi, 2 cho'michgina suvni quyib yorib turib, keyin sumalakda dimlanadi, o'ti tortiladi. O'tini ja ko'p ortiqcha tortib olmaysiz, ozgina qolish kerak, chunki erta bilanga sovib qolishi mumkin. Shuning uchun tagida, o'choqda tagida ozgina o't qoladi. O'shani issig'i bilan iliq holatda erta bilanga yeyishga juda yaxshi bo'ladi. Tepasini kapgirlarimiz mana soplari uzun-uzun shunday qo'yib, jomlarni tepasiga yopib, dasturxon bilan o'rab, tepasiga to'shaklarni solib qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan dimlanadi. Barimiz suv bo'ladi. Ayog'iga bir narsa kiyib ol. Qarang. Ayajomlarni
ichida suv yo'qmi? O't tuting, bolalar. Bo'ldimi? Men tomonda yopinglar, iloji bo'lsa. Men ochib qoldim. Issiq iynani qurtarkan. Kuzatuvchilar, mana sumalayimizni dimladik. Joyiga yetkazdik, maromiga yetkazdirdik. Endi buni erta bilan soat bomdod namozidan keyin 7 da Xudo xolasa ochamiz. Hamma yo'g'i joyida bo'ldi, Allohga shukr. Endi bag'i Allohga tavakkal. Hali bo'lib pishgan bo'lsin, ilohim, Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'p ham sovugan yo'q. Mana suvalaylarimiz ham chiroyli bo'lib, maromiga yetib pishibdi. Qip-qizil, ranglari ham chiroyli. Allohim o'ziga shukr. Go'zal bo'lib pishibdi mana. Ko'ringlar. Mana biz aytgandek qilib qilsalaring mana shunaqangi chiroyli sumalaylar tayyor bo'ladi. Bo'yinga taqadiganini bir bola qilib shapka qilib kiyibdi mana. Issiqga zo'r ko'targani bu. Juda o'tkir bo'lib ketibdi. Aka qolganlarmi? Baba. Ben bizga Qaysi? Bilakamizga o'zim bo'lganman-da. Yaxshi, oltin topolmaganlar. Kraskasi bor ekan. hali tashagan.